Hammaga salom do'stlar. Mana bugun ro'zani 4-kunini ham boshlab oldik. Men ham ro'za tutganman. Uyda hamma ro'za, bitta ukamdan tashqari. Shunaqa qilib tez-tez shu birinchi bo'lib eshikni supurishdan boshladim. Keyin buvam ish buyurib qoldi. Ishini bajarib, keyin yana chiqdim hovliga supurgani. Farzona uyiga ketgan. Bir kunga keladigan xolos ular. Dadasi kelib olib ketgan Farzonani. Keyin ayam ishdan kelib qoldi. Shunaqa qilib ayam smen noch ishlaydi-da, shunga ertalab keldi. Hozir soat 10 9 bo'lib qoldi. Men bo'lsa ertalabdan qilayotgan ishim shu ish. Shunaqa o'zi ro'za bo'lganligim uchun qanaqadir holsiz bo'ladi. Ishni ham zo'r qiladi o'zi. Ro'zador odam chanqab qoladi-da, shunga mana shu eshikni supurayotganimda ham chanqab supurdim. O'zi ham borib shuncha katta eshikni 1,5 soatchada supurdim, lekin sizlar uchun video вообще qisqa. Shortsga sig'am bu bilmadim, lekin qisqada bu video 4 minutcha xolos-da. Shunaqa qilib keyin endi axlatimni olayotsam, meni qo'ylab qolsa bo'ladimi? Sarig'i kiyimim rangi shunga yana keldi-da. Kiyimim rosa yoqtirdi shekilli rosa qo'yladi meni. Bu qamam men o'zim aridan. Keyin uyga kirib kiyimimni almashtirib chiqdim. Endi bunga yopishmasa kerak Shunaqa qilib shpray bilan olov kerakga tazim qilib turib, olov kerak bilan axlatni ham oldim. Mana endi oshxonadan telefonimni olib chiqyapman. Oshxonani podakolnikiga qo'yib qo'ydim-da telefonimni. Keyin sizlarga bu yerda videoga ololmayman. Chunki opam ko'rib qolsa sok berishi mumkin deb endi bo'lsa ham videoga olmayman shu tarafini. Mana o'sha shpur bo'ldim bu yo'l aytaman ham. Mana axlatini ham olib, shpurgini joyiga qo'yib qo'ydim. Opam so'kadi deb sizlarga prosta bahana qildim. Telefonni nitsa bo'ladi. Oyim kelmadi-da, lekin mana shu videoyimda, mana огород supurayotgan videoyimda ham opam ko'rib turgan, unda so'kmagan, prosta sizlarga bilmadim. Gapirib qo'ydim-da, endi tilimdan chiqib ketdi. Prosta telefonni qo'ygan joyda topolmadimmi, podstavkamni ham olib chiqmadim. Keyin videoyim ham uzun bo'lib ketyapti deb o'yladim. Вообще o'y-xayollar ko'p. Shunaqa. Bu telefonimni ham podstavkamni olib chiqmaganligim uchun ham огород bo'lganligi uchun daraxtga qo'yib turdim. Daraxt shoxiga. Shunaqa men uchun hamma yerda podstavkalar topiladi. Shunaqa qilib огородni ichini ham supurib oldim. Огородni ichini supurib bo'lgandan keyin shu yo'lakka o'tdim. Bu yo'lakni o'zi toza edi bu yo'lak. Prosta nima desa bo'ladi? Огородni tozaladik buvam bilan opam haligi chopishib gul ekkanida. Shunga bu tomondan rosa bo'lib ketibdi. Turpoq, tosh, огородdan chiqqan musorlar. Keyin tomda qarasam, mushugim meni tomosha qilib turgan ekan tomdan. Вообще men ham bilmay qoldim, mushugim tomga chiqib ketganini. Keyin bitta ukam sizga qarashay, Gul opa deb keldi, shpurga ko'tarib, endi unga ham bitta ish buyurib qo'ydim. Orqa tarafda shupuryapti o'zicha u ham. Keyin mana men ham shpur bo'ldim bu yo'laydi. Keyin bo'yimni o'lchab ko'rdim. Bo'yim 1,54 m ekan. So'raganlar uchun. Keyin mashina turgan ekan-da, opam ishlatuvdi shekilli. Mana shu umumaniyda oldida turgan ekan. Bo'yimni shat o'lchab ko'rdim. 1,54 m. Shunaqa. U 1 yil oldin 1,50 edi. 4 cm ga o'sibdi xolos-da. Shunaqa keyin ukam meni olib ketdi. Qum o'ynaylik dedi, bir nimalar o'ynaylik dedi. Keyin mana loydan mana shunaqa narsalar yasadik o'zimizcha. Yana ham buzilib ketgani, mushuklarimiz bu buzib tashadi. O'zimizcha xona yasovdik. Kravatlar bir nimalar, keyin uyga kirdik. Uyga kirib slaymdan o'ynadik. Uyga kirib shunaqa shunaqa narsalar yasadik. Loydan yasagan narsalarimizni slaymdan ham yasab ko'rdik. Mana shkaf, oynak, mana shunaqa mana joynamoz, kravat, non, katta mushuk, har xil narsalar yasab tashladik o'zimizcha. Keyin men kir yurgizyapman bu yerda. Ertaga dushanba maktabga ketadigan kiyimni, kofta bir nimalarimni yurgizib qo'ydim. Shunaqa qilib do'stlar, shu videoyim ham tugadi. Ro'zador bo'lganligim uchun boshqa ishlarga yaramadim. Shunaqa qilib endi do'stlar, hammanglarga xayr. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar.